Assalomu alaykum do'stlar. Anchadan beri yangiliklarni ko'rsatmagan ekanmiz. Bugun tanishib chiqamiz. Nasibsa. Sun'iy gazonlar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Yetkazib berish xizmati pullik. Manzilimiz Farg'onada joylashgan Marg'ilon shahridagi kombinat bozori. Birinchi bo'lib dastlabki tanishib chiqadigan sun'iy gazonimiz ustidagi sun'iy massasi 1 sm bo'ladi. Diqqat qilasizlar, kvadrati 50 ming so'm. Ya'ni men metrga gapirmayapman hozir. 1/1 razmeri 50 ming so'm. Bu mana birini hozir sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Mana shu 1 santimetrli sun'iy gazonimiz bo'ladi do'stlar. Ya'ni o'zi ena zavodskoy 2 metr bo'ladi. 2 ga 25 metr bo'ladi, lekin sizning joyingiz kichikroq bo'lsa, mana bunday qilib kesib beramiz yani. Siz aytgan o'lchamda kesib istalgan manzilga yuboramiz. Mana shu sun'iy gazonimizni kvadrati 50 ming so'm do'stlar. Adashtirmanglar, chunki biz metr haqida gaplashmayapmiz, kvadrat haqida gaplashyapmiz. Metrlab olaman desangiz 100 ming bo'ladi metr. 2 ga 1 bo'ladi o'shanda. Keyingi tanishib chiqargan sun'iy gazonimiz 2 santimetrli, juda ham ko'p sotiladigan sun'iy gazon hisoblanadi. Buni xususiyatlari ustidagi mana maysasi bemalol tortishingiz mumkin. Mana umuman chiqmaydi, zavodskoy o'zi bilan birgalikda to'qilgan. Mana orqa qismi g'adir budur deylik. Sirpanchiq joylar bo'lsa, sirpanchiq joylarda sirpanmaydi. Mana bu ustidagi maysasi 2 santimetrli hisoblanadi do'stlar. Bu sun'iy gazonimizni kvadrati 100 ming so'm. Ko'proq olaman, kelishamiz desalaring, o'zi narxini aslida videoda aytib o'tamiz, lekin ko'pchilik so'raganligi uchun aytib o'tyapman. Narxi 100 ming so'm kvadrati. Ko'proq olaman, men rulonda olaman desalaring, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, ko'proq oluvchilar uchun narxini boshqatdan kelishamiz do'stlar. Ya'ni aytib o'tganimdek kvadrati buni 100 ming. Endi men metr olaman, menga farqi yo'q. 2 ga 25 olaman desalaring, bu sun'iy gazonimizni avtomatik narxi o'zi 200 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 2 ga 1. Mana bu pastga solingan, mana shu 2 santimetrli ekan. Hozir ko'rishlaring mumkin mana. Pastga olaman telefondan, mana umuman boshqacha rangga o'tadi. Yuqoriga olaman, umuman boshqacha rangga o'tadi va undan tashqari quyoshda umuman boshqacha rangda ko'rinadi. Mana bu solinganda ham umuman boshqacha xullas ko'rinish beradi. Xullas 2 santimetrliga ham tanishtirib o'tdim. Keyingisiga o'tamiz. Hozir sizlar bilan 3 santimetrli sun'iy gazonimiz haqida gaplashamiz. Mana bu sun'iy gazonimiz 3 santimetrlik. Ya'ni farqi bor. Qanday farqlanadi deysiz, mana men hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu 2 santimetrlik, maysasi ozroq, ya'ni o'sganligi. Mana bu 3 santimetrlik mana. Sal bunga nisbatan mana zichroq bo'ladi. Bu sal ora-oralarida kamroq o'xshaydi. Bu ko'proq o'xshaydi orasida sun'iy gazon. Bu 3 santimetrli sun'iy gazonimiz. Buni kvadrati 150 ming so'm do'stlar. Kvadrati, yana qaytarib o'taman, metr emas, kvadrat. Metrga olsalaring eni 2 bo'ladi. 1 metr kesib beramiz. 1 metr 300 ming so'm bo'ladi. Rulonda bu ham xuddi shunday. Eni 2, uzunligi 25 metr bo'ladi. Mana istalgan razmerlarda, istalgan o'lchovlarda, istalgan manzilga yuboramiz. Yuborish xizmatini kelishamiz. Agar ko'proq oladigan bo'lsangiz, joyingiz kattaroq bo'lsa, bu yo'l kira xizmatlarini kelishamiz. Agarda yaqinroq bo'lsa yo boshqa joylar bo'ladigan bo'lsa, u joylarga albatta yo'l kirasini o'zingiz to'plab olasiz. Mana ko'rishlaring mumkin, bu yerga mana 3 santimetrlik qo'yilgan. Bu ham xuddi shunday, mana yon tarafdan qaraganingizda umuman boshqacha svetga o'tadi. Oldiroqqa kelganingizda boshqacha svetga o'tadi, ya'ni rangi o'zgaradi va bu ham shu. Yomg'irga, qorga, quyoshga mana shu hammasi 2-3 santimetrlikdan tashqari 4 santimetrli sun'iy gazonlarimiz chidaydi. Narxini aytib o'tdim. Endi keyingi sun'iy gazonimizni ko'rsataman. 1, 2, 3 ni ko'rsatdim endi va nihoyat biz 4 santimetrli sun'iy gazonga keldik. 4 santimetr degani mana bu ustidagi maysasi hisoblanadi. Bu endi zichi mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu 3 bo'lsa, bu 4 bu. Maysasi uzun bo'lib o'sgan bu. Buni kvadrati 200 ming so'm. Eni 2 bo'ladi, bu ham uzunligi 25 metr bo'ladi. Buni ham agar ko'proq olaman desangiz, narxini kelishamiz. O'zbekiston bo'ylab buni ham istalgan o'lchamda, istalgan razmerda kesib jo'natamiz. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaring mumkin.
ko'proq oluvchilar uchun narxini kelishtirib beramiz. Agar joyim kichikroq bo'lsin desangiz, mana shunaqangi kichkina o'lchamlilari ham bor. Bulardan kesib jo'natib yuboramiz. Mana ko'rib turibsizlar, maysasi qalin bo'lib ishlangan. Mana bu yerga mana ochib qo'yganmiz. 4 santimetrli sun'iy gazonimiz mana do'stlar. Juda ham qalin ishlangan. Xo'p. Hozir sizlar bilan 1, 2, 3, 4 santimetrli sun'iy gazonlar haqida gaplashdik, narxlarini aytdik va yana bizda 4 xil sun'iy gazonimiz bor, ularni ham ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik gilam o'rniga solaman, qattiq bo'lsin, ustidagi maysasi tekis tursin deyuvchilar uchun mana 2 xil sun'iy gazonimiz bor. Biri ustidagi sun'iy gazoni 1 sm, ikkinchisi 1,5 sm. Bularni kvadrati 150 ming so'm bo'ladi. Buni ham istalgan razmerda jo'natamiz. Ikkinchisi mana bu qalinroq ishlangan, buni kvadrati 200 ming so'm bo'ladi. Ya'ni yana ikkilik qilib olaman, metrlab olaman desa 300 ming bo'ladi metri, bunisi 2 ga 1 400 ming so'm bo'ladi. Buni bemalol gilamni olib tashlab turib o'zini solsangiz ham bo'ladi. Nafaqat buni qolgan sun'iy gazonlarimizni hammasini solsangiz bo'ladi. Faqat mana bu 1 santimetrdan tashqari. Bular gilam o'rniga ishlatib bo'lmaydi. Lekin bolalar o'yingohi, zinalarga, boshqa joylarga bemalol solib ishlasangiz bo'ladi. Bular endi gilam o'rnida ishlatilgan, mana juda ham qattiq ishlangan. Bu qo'l ushlab ham bo'lmaydi maysasini. Ya'ni chiqmaydi ham. Zavodskiy o'zi bilan to'qilgan. 1,5 santimetrligi bor, 1 santimetrligi ustidagi maysasini buni ham xuddi shu istalgan razmerda o'lchab beramiz. Keyingi yana 2 xil gazonimiz qoldi. Hozir sizlar bilan 6 xil sun'iy gazonni gaplashdik va oxirgi yana 2 xilini gaplashamiz. Mana sun'iy gazonlarimiz yangi kelgan. Buni istalgan razmerda kesib bermaymiz. Chunki buni o'zi yana bir, bu ham yana bir. Faqat bu holatga qarab olishlaring mumkin. Biri ochiqroq, biri to'qroq bo'ladi bu. Narxini aytadigan bo'lsak, buni narxi 250 ming 1 metr. Yana bir bo'ladi. Uzunligi qanchasidan kesib beramiz? Endi deylik sizga mana birga 30 cm kerak bo'lib qoldi yoki yarim metr kerak bo'lib qoldi. Shunaqangi razmerlarda buni kesib beramiz. Lekin buni o'rtasidan kesib, yollaridan kesib, bularga o'xshab kichik razmerda qilib kesib bermaymiz buni. Bular faqat metr qilib sotiladi. Buni metr 250 ming, keyingisi 300 ming. Ya'ni mana bu maysasida farqi bor. Mana bunisining maysasi biroz pastroq. Buniki sal yuqoriroq o'sgan. O'zi bilinib turibdi, mana videoda ham u pastroq turibdi. Bunisi balandroq turibdi. Xullas, tanlaverasizlar. Mana sizlar bilan 8 xil sun'iy gazon haqida imkon boricha gaplashdik. Endi mana bu yerda biroz ko'rsatib o'tib ketaman yana. Nasib qilsa, ko'pchilikka ko'rinish uchun osonroq bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Buni qo'limdagi 1, yonidagi 2, o'rtadagi 3 va pastdagi 4. 1, 2, 3, 4 santimetrli sun'iy gazonlar. Undan tashqari mana qolgan gazonlarni ham ko'rsatdim. E'tiborlaring uchun rahmat. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxi borasida kelishamiz. Razmer borasida ham kelishamiz va istalgan manzilga jo'natib yuboramiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Kelgan manzilimiz qaytarib o'taman. Marg'ilon shahrida joylashgan, ya'ni biz Farg'onada joylashgan. Marg'ilon shahri bor. Mana shu Marg'ilon shahrining kombinat bozorida joylashgan. Mana bu bozor idorasi. Idoradan o'tganlaringda o'ng qo'lda keladi. Oziq-ovqat tarafdan kelishlayinda chap qo'lda keladi. Bundan tashqari salafan, kilonka, mana shunaqangi narsalarni sotamiz. Rahmat hammaga.